Hozirgi paytda ko'zdagi muammoli bemorlar ko'p. Yosh katta odamlarda qon bosimi xuddi bir qon bosimi bir oddiy holatdek bo'lib qolganda, oddiy holat bu sekin-sekin ko'zni bosimiga ham olib keladigan holatlar ko'p. Hatto bolalarda ham hozir glaukoma kasalliklarini ko'rib turibmiz. Ko'z bilan bosh kuchli og'riyaptimi? Neurologический yoki lor tomonlama yoki ko'zni bosimi tomonlama bo'lishi mumkin. 3 oyda bir marta kelib ko'rsatib turing desa, vaqti bo'lmaydi, ishi ko'p. 2 yil, 3 yildan keyin kelib operatsiya bo'lganman deydi. Ko'zing ko'rasiz, davleniya yana oshib ketgan. Nima ko'rsatmaysiz desa, bolam baxtim bo'lmadi deydi. Assalomu alaykum azizlar. Ko'z kasalliklari bo'yicha biz juda ko'p videolar tayyorlaymiz. Ataylab shu bemorlarga foyda bo'lsin deb. Hozirgi paytda ko'zdagi muammoli bemorlar ko'p. Chunki hayotda telefon, televizor, kompyuter, intellektlar, har xil narsalar, ko'zdagi butun nagruzkalar ertalabdan kechgacha odamlar ko'z bo'yicha, muammo bo'yicha ishlaydi va ko'zni zo'riqtiradi. Yosh bolalar ertalabdan kechgacha televizorda oldida o'tiradi yoki telefonda o'tiradi yoki ko'zida minusi bor, ko'zida minus borligi bo'yicha yuraveradi-da, ko'zini tekshirtirmaydi. Sekin-sekin glaukoma boshlanganini ham bilmaydi. Ko'zda davleniyasi oshishini bilmaydi va sezmay qoladigan holatlarda kelib qoladi, ko'zi xira. Shu bo'yicha siz bo'yicha, ya'ni ko'zdagi bosim kasallik, ko'zdagi glaukoma haqida berilgan savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Men doktor Hikmatullo, Ko'z nuri klinikasini oftalmoxirurgiman va bu glaukoma bo'yicha bizda ancha yillardan buyon glaukoma bo'yicha shug'ullanib kelamiz. Savollar: glaukoma o'zi nima? Glaukoma bu ko'zni bosimi oshishi hisobiga ko'zni ichki qismlaridagi nervlari sekin-sekin qurib, nervlari tamom bo'lib, ko'zni ko'rlikka olib keladigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Glaukoma kasalligi hozirgi paytda juda ko'p uchraydi, chunki qon bosimi bilan bemorlar ham juda ko'p. Kimni ko'rsangiz, yosh katta odamlarda qon bosimi xuddi bir qon bosimi bir oddiy holatdek bo'lib qolganda, o'sha oddiy holat bu sekin-sekin ko'zni bosimiga ham olib keladigan holatlar ko'p. Asabiylashish, siqilish, ziq bo'lish, irsiy faktor, yoshi katta bo'lgan 50 yosh, 40 yosh, 50 yoshdan oshganlarda, 60 yoshdan oshganlarda glaukoma kelib chiqish xavfi oshib ketadi. Hatto bolalarda ham hozir glaukoma kasalliklarini ko'rib turibmiz. Ayniqsa miopiya bo'lganlarda, ko'zda minusi bo'lganlarda ham bu glaukomani kelib chiqish xavfi yuqori bo'ladi. Vaqtida kataraktani gavhar almashtirish muolajasini qilmaganlarda ham, ko'zda plus bo'lib, ko'zi kichkina bo'lib, qanaqadir birorta covid o'tkazib yo birorta kasalliklardan keyin ko'zda qorachiqlardan yorib chiqib ketib holatlar, ya'ni pristup glaukoma bergan holatlarda ham xuruj qilib, og'riq berib kelgan holatlarda ham ko'p ko'ramiz. Eng ko'p uchraydigani bu ochiq burchakli og'riqsiz glaukoma. Mana shu bo'yicha savol berdi. Nega ko'pchilik glaukoma bilan yurib ham uni sezmaydi? Eng yomoni ham shu. Glaukoma kasal bu hech narsani sezmaydi. Ochiq burchak glaukomalarda bessimptomniy techение deydi, hech narsa sezmaydi. Bo'lishi mumkin ozgina ko'z yoshlanish, achishish, qadalish, qanaqadir ko'zda og'irlik hissi sezish mumkin. Ko'pincha ko'zdagi o'zgarish to ko'zi xira bo'lib, bir 3-darajaga erishishga yetgandan keyin sezib qoladi. Bemor bir tomoni ko'zni, burun tomoni xira bo'lib qoladi. Keyin yo bir ko'zni yopadi, bitta ko'zi ko'rmay qolgan bo'ladi, o'sha payt keladi. Buni aniqlash uchun qiyin emas, bir ko'zni yopib, ko'zni polizreniyangizni, ko'radigan masofangizni siz ko'rishingiz kerak. Qancha masofada ko'ryapsiz. Agar siz burun tomoningiz torayib ketib qolgan bo'lsa, faqat yon tomondan ko'rayotgan bo'lsangiz, bu glaukomani xavfi bor sizda bo'lishi mumkin bu narsa degani bo'ladi. Polizreniya, ya'ni ko'rish maydoni torayib ketgan bo'ladi. O'zi ikkita ko'z bir-biriga yordam beradi-da, bittasini burun tomonda yopganda, ikkinchi tomon qoplab ketadi. O'shancha odam sezmay qoladi. Bir ko'zni yopsagina keyin sezadi. O'shancha ikkita ko'zni yopib ko'ring. Bir ko'z xiraroq emasmi? O'shani aniqlab ko'ring. Agar ota-onangizda glaukoma bo'lsa, sizda o'zi risk juda yuqori, sizda bo'lish xavfi bor degani.
O'shaning uchun men glaukoma bilan kelgan bemorlarga aytaman, 40 yoshdan keyin yoshi katta bo'lgan bemor bolalaringizni, qizlaringizni albatta ko'zlarini davleniyasini o'lchattirib, ko'zni haqiqiy bosim bor, yo'q, ko'zda kasalligi, glaukoma kasalligi bormi, yo'qmi aniqlab qo'yish kerak. Bu ko'pincha xavf chiqadi, ba'zida biz buni davolaymiz. O'shaning uchun ochiq burchakli glaukomalarda ko'pincha og'riq sezmaydi, odam sezmay qoladi. Toki ko'zga og'riq retseptlariga ta'sir qilib, juda bosimlar juda kuchli bo'lmaguncha sezmaydi odam. Ko'z bosimi bilan glaukoma bir xil narsami? Yo'q, ko'z bosimi bilan bir xil emas. Ba'zida bosim yuqori o'lchanadi, shoh parda qanligi hisobiga yoki kimnidir xato o'lchagan hisobiga bosim yuqori chiqishi mumkin, lekin bu glaukoma degani emas. Buni haqiqiy tekshirish kerak. Lekin glaukoma kasalliklarda ba'zilarida past bosimli glaukoma degan narsa ham bor. Mana professor Aziz Yusupovich dissertatsiyalar shu bo'yicha edi. Bunda o'sha past bosimli odamlar bor. Qon bosimi past yuradi. 100 ga 70, 100 ga 60, 90 ga 60, 90 ga 50 bo'lib yuradigan odamlar bo'ladi. O'shalarda ham masalan ko'zni bosimi o'lchab ko'rsangiz 24, 25 chiqsa, bu demak bu xavfli degani bu. Ba'zilarda shunaqa holat bo'ladi. 24, 25 o'zi normal, odatiy odamlar uchun, lekin bu past bosimli glaukomalar uchun bu baland hisoblanadi. O'shaning uchun bitta bosimni o'zi emas, ko'zda ichki tomon to'r pardasi, asosiy narsa ko'ruv nervi, polizreniyni tekshirib, ko'zdagi o'sha ugl передний kamera deymiz, ya'ni ko'zda ichki burchagini, ko'zni suv ishlab chiqarish va suvni chiqarib tashlash, drenaj funksiyalarini tekshirib ko'rishimiz kerak. Buni biz gonioskopiya degan tekshirish bilan va tomografiya degan tekshirish bilan tekshiramiz. Va albatta OCT ko'zdagi kameralarni ko'rish, yo'l master qilish va buni albatta ko'zni bosimini ham maklokovada o'lchash, ham ko'zda pnevmatonometriyada o'lchash va emirsion o'lchash va bularni biz albatta glaukomani tekshiramiz. Glaukomaga juda ko'p uzoq vaqt tekshirish ketadi. 2-3 soat kamida ketadi va sizda glaukoma bor, yo'q, ko'z bosimi norma emas. Ba'zida ko'z bosimi deb tekshirilgan bo'ladi, davolangan bo'ladi, ko'zda glaukoma bo'lmagan bo'ladi. Shunaqa holatlar ham bor. Shoh pardani qalinligi va ko'zdagi muammolarni xuddi glaukomaga o'xshash bo'ladi-da. Ko'z tubida ham ko'rsangiz ekskavatsiyalari keng bo'ladi. Fizekskavatsiya deydi buni. Fiziologik ekskavatsiya bo'lgan odamlar ham bor. Shoh pardasi qalin. Men o'zimda ham shoh pardam qalin. 600 atrofida shoh parda. Meni ham ko'zim bosimi o'lchasangiz, primerni 28-27 chiqadi. Bu o'lchagan doktor sizni ko'zda davleniyasi baland ekan dedi. Lekin men shoh pardam qalinligini bilmaydi. Bu kuni Xitoyda konferensiyaga bordim. Uskunalarni ko'rishda, keling qani meni ko'zim bosimi o'lchangchi dedim, shunday o'lchattirdimda, necha dedim, shunday qaratdi, voy qo'rqib qoldi. Dedi, sizda baland chiqyapti-ku dedi. Aytdim, apparating noto'g'ri ishlayotgandir dedim. Endi boyagi Xitoy ingliz tilida yaxshi gapir ekan. Aytdi, yo'q deydi, apparatimiz yaxshi ishlaydi deydi. Negadir sizda baland chiqyapti dedi. Men aytdim, CCT bormi senda dedim. Tiskilat bor ekan dedi. CCT 570 mi, pashta 600 chiqib turibdi. Mana shu hisobiga, meni shoh pardam qalin hisobiga shuncha ko'rsatyapti. Men sherigimda ikkinchi O'zbekistondan borgan doktorimizda 11 chiqib turibdi-da. Menda 2 barobar baland. O'shaning uchun bu glaukoma emas, bu o'sha shoh parda qalinligi hisobiga. O'shaning uchun men glaukoma bo'lganlarda albatta topografiya qilib ko'raman. Ba'zida o'sha bir necha yillab glaukoma deb operatsiya bo'lgan bemorlarni bilaman. Glaukoma bo'lmasdan turib, o'shani xato diagnostikadan o'tib, o'sha glaukoma deb dorilar qilib yurganlarni bilaman. Nechtasini biza o'sha sekin-sekinlik bilan, sxema bilan dorilardan chiqarganlarimiz bilaman. Bitta qozog'istonlik ayolni bilaman. Eng yomoni 8 yilmi, 10 yilmi D uchotda turgan glaukoma bo'yicha. D uchot degan narsa bor-da, D nazorat degan narsa bor. Butun katta nufuzli klinikalarda ko'rsatgan, lekin o'sha bitta shoh parda qalinligiga e'tibor bermagan. Hamma joy glaukoma. Lekin men yillar davomida sekin-sekinlik bilan o'sha doridan chiqarib oldim. Yaxshi hozir. Bunaqa odamlar menda juda ham ko'p. O'shaning uchun bu ko'z bosimi yuqori degani bu glaukoma degani emas. Buni avval tekshirib ko'rish kerak. Bu haqiqatan ko'z bosimi balandmi yo bu shunchaki
oftalmik gipertenziyami yoki shunchaki shoh parda qanligi hisobiga pribor noto'g'ri ko'rsatyaptimi, uskuna noto'g'ri ko'rsatyaptimi, o'sha aniqlab olishimiz kerak. Glaukomani ilk belgilari qaysi? Og'ir yopiq burchak glaukomalarda juda kuchli og'riq bilan beradi. Ko'ngli aynishi, qayt qilish, qusish, bosh og'rish o'sha narsalar bilan beradi. Bitta bemor bilaman, почти 8 kunmi, 10 kunmi sistemalar olib davolanibdi neuropatologda. Zakirtugolniy glaukoma, yopiq burchak glaukoma. Ko'rib lazerni qilib berdik ikkita ko'zini. Bitta lazer qilgandan ko'zi yengillashganini sezdi. U pristupni o'sha podosri pristupga o'tkazib ketdi. Ko'zda o'sha bosim baland. O'shanaqa holatlarda demak bu og'riq seziladi. Agar ochiq burchak glaukoma bo'lsa sezmaysiz, faqat og'irlik hissini sezishingiz mumkin. Yoshlanish berishi mumkin ko'z. O'shaning uchun glaukomani belgisi ko'p emas. Keyin yopiq burchak glaukomada yana bitta belgi, bunday yorug' qarasangiz shunday rangli kamalakni ko'rish bo'ladi. Bu ham belgisidan bittasi hisoblanadi. Ko'z bilan bosh kuchli og'riyaptimi? Buni neurologический yoki lor tomonlama yoki ko'zni bosimi tomonlama bo'lishi mumkin. Ko'pincha mana bu joydan og'riq bersa, ko'zga og'riq beradigan bo'lsa, u qo'rqmang, bu nervniki yo lordiki. Buni ikkalasi davolaydi va yaxshi bo'lib ketasiz. Ko'zga ham og'riq beradi, trayinchiy nevralgiya deyiladi. Buni o'sha nerv supraorbitalis degan nerv bor, mana shu uch shoxli nervda bitta tepa shoxdan keladigan nerv, shu joydan og'riq berish bor. Uni ham bu glaukoma emas bu. Xavotir olmanglar. O'shaning uchun sizda buni tekshirib, aniq mutaxassisga ko'rsatib, aniqlashtirib olsangiz bo'ladi. O'shaning uchun glaukomada ochiq burchakli, yopiq burchakli dedim. O'sha yopiq burchakli glaukoma sezasiz, ochiq burchaklikda sezmaysiz. Glaukomani kimlarda glaukoma xavfi yuqori bo'ladi? Albatta bu nasliy bo'lsa xavfli bo'ladi. Chunki bu ko'pincha ko'rlikka ota-onasida kimdir ko'rlikka olib kelgan bo'ladi. Bolasi ham sekin-sekin o'shanga borayotgan bo'ladi. Uni to'xtatib qolib, operatsiya qilib to'xtatib qolsa bo'ladi. Lekin shu eng yomoni kimda xavfli bo'ladi desa, men be'tibor odamlarda deb aytaman. Chunki ko'zni operatsiya qildiradi yoki dori tomizadi. Dori yozib berasiz, operatsiya qildiradi, operatsiyadan keyin kelmaydi. 3 oyda bir marta kelib ko'rsatib turing desa, vaqti bo'lmaydi, ishi ko'p. 2 yil, 3 yildan keyin kelib operatsiya bo'lganman deydi. Ko'zing ko'rasiz, davleniya yana oshib ketgan. Nima ko'rsatmaysiz desa, bolam vaqtim bo'lmadi deydi. Yoki dori yozib berasiz. Ba'zi glaukomalar bor. Bizlar endi u dorini tanlab olguncha ko'p mehnat qilamiz, aniqlab olamiz. Turini aniqlaymiz, 2 soat, 3 soat tekshiramiz. Uyga dori yozib bersak, dorini aytgandek qo'ymagan, bittasini bir mahal qilgan, bittasini bir mahal qilmagan. O'shaning uchun so'raganimda aytaman, dorini muntazam tomizmisam, tomizman dedi. O'shaning uchun men shifokorlarga ham tavsiyam, doktor bemorni o'zidan yaxshilab sinchiklab so'rang. Siz yozib bergan dorini bemoringiz qo'ymagan bo'lishi mumkin. Yoki tayinli qo'ymagan bo'lishi mumkin. Bir to'yga boradi, esdan chiqib ketib qoladi. Ertalab uxlab qo'ygan, esdan chiqib ketib qolgan. Kechqurun uxlab qo'ygan, esdan chiqib ketib qolgan. Shunaqa qilib siz dorini kuchaytirib berasiz, keyin boshqacharoq o'zgarishlar kelib chiqadi. O'shaning uchun bemordan so'rang, albatta so'rang. Ba'zida o'shani bemor aldaydi, aytmaydi, lekin yaxshi tushuntirib bersangiz sizga aytib beradi. O'shaning uchun glaukomada dorini sxemasiga e'tibor beradigan odamlarga men tashakkurlarni aytaman. Mani bemorlarim bor, 10 yil, 15 yil, 20 yildan buyon nazoratda bo'lib yurgan bemorlarim bor. Glaukoma bilan o'sha kishilar yuzlarini men juda yaxshi bilaman. Shuni bittada bilaman. Hattoki esimda qolib ketgan necha davleniya oxirgi marta ketganimda. Chunki glaukomani yaxshi ko'raman va yomon ko'raman. Yaxshi ko'raman chunki bu kasallarga yordam qilsangiz, ko'zni umrining oxirigacha saqlab qolsa bo'ladi. Yomon ko'raman chunki e'tibor bermasa, kaprizli glaukomalar bor. Shunaqa dori qilsangiz ham, operatsiya qilsangiz ham zlokачественный glaukomalar bor. Tezlikda ko'rlikka olib keladigan, aytganda qilmaydigan glaukomalar bor. Shunaqangi qaysar glaukomalarni tez ko'zda nervini quritishga olib keladi va keyin orqaga yo'l qolmay qoladi. O'shaning uchun buni ba'zi holatlarda ko'rib yomon ko'raman. O'shaning uchun ko'zingizda kech bo'lmasligi uchun glaukomaga tekshirtirib yuring. O'sha hech kim
sizda glaukoma bo'lmaydi deb ayta olmaysiz. Chunki tirik jonsiz, charchaysiz, ko'zingizga zo'riqtirasiz, asabiylashasiz. Bu albatta glaukoma kasalligiga kelib chiqishi mumkin. Yana bir bora ta'kidlayman, glaukoma sizda bo'lsa, ko'z doktorini ushlang mahkam. Shu doktorni qaysi ko'z doktori sizda glaukoma bo'yicha operatsiya qiladigan bo'lsa va davolagan bo'lsa yoki nazoratga olgan bo'lsa, bosim yaxshi turgan bo'lsa ham 3 oyda bir marta kelib ko'rsatib turing. Bir Nemajon aka degan bir akamiz bor. Samarqandlik. Samarqandga borganimizda bir kirplarni o'lchatib chiqib ketib qoladi. Shu ba'zida ko'rib qolaman, xursand bo'laman. Shu odam bir ko'zdan operatsiya qilib berganmiz. Endi gavhar qo'yishimiz kerak. Glaukomalari bor, lekin o'sha doimo nazoratga olib beradi. Endi bunaqa bemorlarimiz juda ko'p. O'shaning uchun glaukomani vaqtida aniqlash, vaqtida davolash, vaqtida operatsiya qilish va asosiysi nazorati bu siz uchun juda muhim. Ko'zingizda glaukoma bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozing o'z fikringizni. Qanaqa savollaringiz bor glaukoma bo'yicha именно nima sizni qiynaydi glaukomada? O'zingizni fikrlaringizni albatta qoldiring. O'zidagi glaukoma bor bo'lgan bemorlarga albatta ko'z nuri klinikasini tavsiya qiling. Chunki biz glaukomani ham lazer bilan, ham operatsiya bilan, dori-darmonlar bilan biz buni davolashga harakat qilib kelib yuribmiz. Har yildan yilga bizda glaukoma operatsiyalari soni ko'payib boryapti. Chunki glaukomani ko'pchilik operatsiya qilmaydi, ko'pchilik dori-darmon bilan o'tkazib qo'yadi. Nerv qurib qolgandan keyin keladi, operatsiya qilib beringlar deb turib. Bizda glaukomani har kuni operatsiya qilamiz, ishonsangiz. Почти har kuni glaukomani ko'ramiz. Sog' bo'ling, Ko'z nuri klinikasi sizga xizmat ko'rsatishdan mamnun. Savollaringiz bo'lsa, albatta direktda qoldiring. Ko'rishguncha sizlar.